bitta bir 2 sotiqlik hovli bor, bitta chiroyli qilib borka qilish kerak-da. Men baraman 150 berasiz. 250 bu vaqtda bo'ldi, 150. 200 bering aka. Teleskopda. Aka bering ketdik. 200 bering shu. Men boray shunga. Cho'tka ishlab beraman oltinchi. Studentmi o'qiysan? Ha, student. Sam. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Omadli inson nomer 7 Ziyobek Xorazmdan 2002-yil student paytligimda vaqtim zoya ketmasin deb ishga chiqib turaman aka. Ota-onamga yordam bo'lishi uchun deyaptilar. Ziyobek, boshlaymizmi kunimizni? Ha, boshlaymiz. Hammasini video jarayonida ko'rsatib ketamiz. Ketdik. Kelar o'qishdan keyin. O'qishdan keyin xudo xolasa bir kadr magistr o'qib ko'raman. Inshaalloh O'zbekistonda ko'p foydasi tegadigan kadrlardan bo'lishga harakat qilgan. Rahmat. Ana shunda O'zbekistonning chin farzandi va ota-onangning g'ururi bo'lasan, xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Omadli inson nomer 7 Ziyobek ukam bugungi kun haqida 2 og'iz taassurotlaring. Bugungi kunga aytadigan bo'lsam, вообще super bo'ldi. Xursandmiz. 100% o'zgarib ketdim. Sizga rahmat kattakon. Sog' bo'l. Addushi, hurmat aziz. Ukajon sog' bo'l. Kelajakda o'qishlarga omad, Rahmat. vataningga, ota-onangga hamma vaqt xizmatida Rahmat. sog' salomat bo'lgin. Sizlarga ham rahmat. Omadli inson nomer 8 ni kutib qolinglar tez orada.